Assalomu alaykum, sizlar bilan muhim kanal Toshkentda yana qirg'in daraxtlar qani? Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda yana daraxtlarga qarshi tozalash ishlari boshlangani haqida xavotirli xabarlar tarqaldi. Holatga aniqlik kiritish maqsadida Olmazor tumanidagi Hazrati Imom dahasi Qorasaroy ko'chasiga yetib keldi. Daraxtlar ayni damda qurilish ishlari ketayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi oldida kesilmoqda. Aytishlaricha, bu yerga bir necha qavatli tunnel o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu holat bir sutkadan beri ijtimoiy tarmoqda aylanar ekan. Saylovdan oldin qop-qop va'da bergan tuman shahar kengashi deputatlaridan biror savdo chiqmadi. Nima do'ppi tor kelganda va'dalar unutiladimi? Vaziyatga mas'ul hisoblangan na Qurilish vazirligi, na Ekologiya vazirligi munosabat berib chiqdi. Holat bo'yicha jamoatchilik fikri o'rganilganmi, yo'qmi, bu ham qorong'u. Bugun bu yerda daraxtlar kesilayotgan bo'lsa, bundan bir necha yil avval Islom sivilizatsiyasi markazi qurilish uchun hududdagi 241 ta xonadon buzishga tushgan edi. Biz haqiqatdan ham yo'l chetlari bo'ylab o'sgan ko'plab daraxtlarni kesilib, ildizi bilan olib ketilganining guvohi bo'ldik. Og'ochlar ko'chirilib boshqa joyga ekiladimi yoki shu bilan ularning hayoti bitdimi? Bu savol ko'plab toshkentliklarni qiynamoqda. Daraxtlarning o'rni hali sovimagan. Aholining aytishicha, bu ishlar yaqin bir necha kun ichida sodir bo'lgan. O'z shaxsini ochiqlashni istamagan fuqaroga ko'ra, bunga norozilik bildirganlarga mutasaddilar aholi ko'chaga xo'jayin emasligi, uydan tashqarida bo'layotgan ishlarga aralashmasligi aytishgan va daraxtlar ko'chirilib boshqa yerga o'tkazilishini ma'lum qilgan. Qonun qoidasi bo'yicha kimdir so'rashi kerak, lekin so'rab o'tirishmagan, deydi yana bir fuqaro. Yana bir aholi vakilining ma'lum qilishicha, daraxtlar 10 yoshlar atrofida bo'lgan va fuqarolarning o'zi tomonidan ekilgan daraxtlar hech qanday ruxsat va ogohlantirishsiz kesib ketilgan. 7-8 yillik archalar bor edi. O'zimiz ekkan edik, kerak ekan olishchi, hech nima qilolmadik, deydi fuqaro. Yo'limizdan chiqqan bir otaxon esa hokimlikning befarqligi tanqid qilib, shahar bedarvoza bo'lib qolganidan kuyindi. Xohlagan ishini qiladi, daraxtlarni kesishyapti, shahar bedarvoza derdi. Shaharning darvozasi qolmadi. Kim nima xohlasa o'shani qilyapti. Hokimlar qaramayapti, ariqlar to'lib oqardi bir vaqtlar, dedi u. Holatga aniqlik kiritish maqsadida biz Ekologiya vazirligi va Toshkent shahar hokimligiga bog'lanishga urindik. Vazirlik bizning qo'ng'iroqlarimizga javob bermagan bo'lsa, hokimlik odatda daraxtlar ko'chirish Toshkent botanika bog'i dendrologlarning ilmiy xulosasi asosida Ekologiya vazirligi organlari bilan kelishilgan holda amalga oshirilishini bildirdi. Tartibi bo'yicha botanika bog'ining dendrologi keladi. Misol uchun, bu daraxt sog'lom, saqlab qolish, ko'chirish kerak, falon joyga, suv bo'yida qo'shimcha 3 yil parvarish talab qiladi, deydi. Boshqasini ko'chirsa, ko'chirmasa yashamaydi, deydi. Keyin Ekologiya vazirligiga ilmiy xulosa beradi va shu bilan kesish yoki ko'chirishga ruxsat beriladi. Menimcha, bu ishlar xulosa qilinmagan, deydi Toshkent shahri hokimining matbuot kotibi Gulnoza Qosimova. Xo'sh, agar ildizi bilan qo'porilgan daraxtlar boshqa hududga olib borilib ekiladigan bo'lsa, bu qayerda? To'siqlar ortiga yashirgan o'nlab tanasi kesilgan to'nkachalarchi? Kim javob beradi? Ushbu savollarimiz ochiq qoldi.